Mani erim turk va menga direktga ko'p savollar keladi. Siz qaynonangiz bilan orangiz yaxshimi? Xizmatini qilasizmi? Birga turasizmi degan. Va bu videoda shu savollarga javob bermoqchiman. Albatta, meni qaynonam bilan oramiz juda yaxshi. Nimaga? Chunki biz alohida yashaymiz. Nafaqat alohida, balki boshqa o'lkalarda yashaymiz. Turk qaynonalar hammasi shunaqami bilmayman, lekin meni qaynonam juda ham yaxshi. Qaynonamning 6 ta o'g'li bor va bittasi bilan ham birga turishni xohlamaydilar. Qaynonam bizani hayotimizga umuman aralashmaydi. Uyini tozaligini, ovqatlarini hammasini o'zi qiladilar. Kelinlarini o'g'illariga umuman yomonlamaydilar. Sizlar baxtli yashasanglar menga bo'ldi, faqat shu kerak deydilar. Lekin oramiz yaxshi bo'lgan bilan o'z qizidek ko'rmaydilar meni. Baribir men kelinman. Bu degani meni yomon ko'rish emas. Oramizda masofa bor. Juda ham yaqin bo'lib keta olmaganmiz. Normada kelinlar qaynonasiga Anna deb chaqirishadi. Bu degani oyi degani. Lekin men unaqa chaqira olmayman. Anna deyishga tilim hali o'rganmagan. Qaynonam 6 ta o'g'il farzand katta qilib, haligacha ishlarini o'zlari qiladilar. Hatto har 3-4 oyda gilamlarini balkonga olib chiqib yuvadilar. Turkiyaga borganimizda erta tur, xizmatimni qil, bunaqa narsa kiyman deb umuman aralashmaydilar. Hamma turk qaynonalar shunaqamikan? Kommentariyada yozib ketinglar. Sizlarning qaynonanglar hayotingizga aralashadimi? Qaynonangizni yaxshi ko'rasizmi? Kommentariyada yozib ketinglar. Ozgina g'iybatlashaylik. Makiyajim tayyor. Bu videoni turkka tegmoqchi bo'lgan tanishingizga albatta jo'natib qo'ying.